Ukalar, Ali ibn Abi Talibni kofirga chiqargan havorishlar yoshlar edi, qorilar edi, taqvodorlar edi, lekin ilmsiz edi. Ularning ko'zida, ularning nazarida to'g'ri bo'lib ko'ringan ish ular uchun to'g'ri bo'lib ko'rindi, lekin aslida u botil edi. Ana shularda qilgan ishini kasofatiga mana shunday Talqat ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn Avvomdek ulug' sahobalar qatl qilindi. Fitnani qo'ziyotganlar Allohning la'natiga qoladigan odamlar bo'ladi. Al fitnatu na'imatun la'anallohu man ayqadaha deganlar Rasululloh. Fitna o'zi uxlaydigan narsa bo'ladi tabiatida. Kimdir uyg'otadi. Ana shu fitnani uyg'otayotganga Allohning la'nati bo'lsin deydi. Ey dunyo, meni aldamoqchimisan? Meni o'zingga tortmoqchimisan? Hayhot, mendan boshqani oldaga. Tahqiq seni 3 taloq qildim. Savol. Kim xotirjam yashaydi bu dunyoda? Qazoy qadarga taslim bo'lgan va undan rozi bo'lgan odamlar. Bu ham qoida. Kim xotirjam yashar ekan? Taqdirga rozi bo'lgan, qazoy qadarga taslim bo'lgan odam. Sen ustingga senga yoqmaydigan ish kelmasligi uchun nima sabablarni qilish kerak bo'lsa qilding. Hamma hiyla choralarni amalga oshirding. Lekin shunday ham keldimi? Demak taqdir ekan. Sen dunyodagi hamma narsadan ayrilgan bo'l, lekin shu ikkita narsa bo'lsa senda xotirjamlik bilan rozilik. Sen eng baxtli odamsan. Agar dunyoning hamma boyligi qo'lingda bo'lsa-yu, xotirjamliging bo'lmasa va roziliging bo'lmasa kuningdan, sen eng baxtsiz odamsan. Ular 6 ta o'rinda g'iybat qilishlikka ruxsat berishgan. Birinchisi nikohlanishda, sovchilikda. Ikkinchisi sherikchilikda. Uchinchisi qazo, hukm ishida, mahkamada, sudda. To'rtinchisi gunohga beparvo bo'lgan, gunohni ochiq qilib yuradigan odamni g'iybat qilish mumkin. Beshinchisi Ramazon oyida ochiqchasiga ko'chada ovqat yeb yurgan odamni g'iybat qilsa bo'laverar ekan. Oltinchisi gunohni qilib, shu gunohni maqtanib gapirib yuradigan odamni g'iybat qilsa. Payg'ambarimiz aytadilar, eshtinglar, Qur'on o'qishni o'rgangan birodarlar. Kim Qur'onni o'qisa, Qur'on o'qishni bilsa, so'ngra kimgadir unga berilgan narsadan afzalroq narsa berilgan deb o'ylasa, tahqiq Alloh ulug' qilgan narsani past sanabdi. Qur'on o'qishni bilasanmi? Alhamdulillah. Bundan katta ne'mat bo'lmaydi. Sendan ko'proq yodlagan bo'lsa, sendan baland ekan. Sendan chiroyli o'qiyotgan bo'lsa, sendan baland ekan. Ammo dunyosiga ko'p bo'ladigan bo'lsa, shu narsani ko'rib turib, mendan anavi afzalroq desa, bu inson noshukr, nonkor. Alloh taolo senga birodar aql degan ne'matni ato qildi. Jinni qilib qo'ymadi, es past qilmadi. Bu ham ne'matmi? Ruhiy xasta odamlar kasalxonasi. Borib ko'ring-da. Qarasangiz, jasadi, shakli tuppa-tuzuk odamlar. Ko'rsang es past demaysan, lekin Alloh taolo mana shu esini past qilib qo'ygan. Nima? Alloh qodir emasmidi uni esini o'rnida qilib qo'yishlikka? Qodir edi. Lekin sinov uchun shunday qildi. Sen bo'lsa pul yo'q deb yursan. Qancha pul bo'lsa yetadi deb o'ylaysan, birodar? Qancha bo'lsa yetadi? Rasululloh aytganlar, insonga bir vodiy oltin berilsa, yana bir vodiyni orzu qiladi. Insonni ko'zini tuproq to'g'izadi. Tushuninglar, jon ukalar, mashina minib tirishlik qilayotgan, mashina minib yurgan birodarlar tushuninglar. Qilgan har bitta nojo'ya ishinglar rizqinglarga, sog'liginglarga primo aloqasi bor. Qoidaga rioya qilish, o'zingizni palasasiga ketishlik bu harblik, chumoqlikning belgisi emas. Stressli palasaga chiqib ketishlik qurutoliq belgisi emas, la'natlilikning belgisi. Shuni qachon tushunasizlar? Olampiyalar. O'sha bitta nojo'ya ish qildingiz, birovni qo'rqitdingiz, bir tom tushdi. Yana bittasini bir chiylatib cho'chitdingiz, 2 tom tushdi. Birovni ustiga yurdingiz, qo'rqib ketdi, 5 tom tushdi. Yana bitta odam Allohga yetib qolgan vali odam, o'zi ham bilmaydi. Alloh yaxshi ko'ring, Allohning valilaridan. Haliginga popasa qildingiz, qo'rqitdingiz, endi bir qoshiq tushdi. Mana piyola to'lgandashi bitta sliv bo'ladi. Bitta to'kiladi. Ko'payib ketganda bitta chuqurga tushib ketasiz. Birovni borib mashinasini urasiz. Borib stolbani urasiz. Qayoqdan keldi bu musibat? Sen o'zing so'rab olding bu musibatni. Tushuninglar jon ukalar, mashina minayotganda Allohdan qo'rqinglar. Juma bo'ptimi deymiz. Juma ekanmi bugun deymiz. Yaxshi ham juma bor. Yaxshi ham juma borki, bir hafta o'tganligini sezamiz. Ba'zida bilasizlarmi? Bahor kelibdimi deysiz, bodomni gullaganini ko'rib. Qish kelibdimi deysiz, qor yoqqanini ko'rib. Kunlar shunaqa tez o'tib ketyapti.
bebaraka o'tib ketyapti, hech narsaga ulgurmayapmiz. Ota-onani ziyorat qilishga vaqti yo'q, ish ko'p. Sila rahimga vaqti yo'q, ish ko'p. Sog'ligini tartibga keltirishlikka vaqti yo'q, ish ko'p. Sport bilan shug'ullangani vaqti yo'q. Nimasi ko'p? Ish ko'p. Xullas, tanish manzarami? Biz o'zimiz ham shuda, to'g'rimi? Do'st o'ziga tortuvchi bo'ladi. Do'st erishituvchi bo'ladi. Baqiroq odamlar bilan ulfat bo'lsa, siz ham baqiroq bo'lib qolasiz. Endi qarang birodar, atrofingizda shunaqa siz u bilan o'tirsangiz, qalbingiz taskin topadigan ulfatlardan nechta bor? O'zi umuman bormi bunaqa odam? Shuning uchun aytiladi, holi seni Allohga chaqiradigan, so'zi senga Allohni eslatadigan insonni o'zingga do'st tut. Aqli rojih, qalbida sakinati bor odamni do'st tutsang, saodat topasan.